8:30da chiroq o'chdi. Karvat g'echirlab 9dan 1 minut o'tganda to'xtadi. 9dan 15 minut o'tganda jidal boshlandi. Mazmuni aniq emas. Ayolning ovozi nati yuqori. Uyning ovozi past. Qarang, sizning ovozingiz nati yuqori ekan. Yana o'qma, yana qanday gaplar bor ekan? 21-isla atigan. 6dan 21 minut o'tganda xotini turib o'tin yardi. Kech soat 8dan 10 minut o'tganda chiqib ketdi. 9dan 5 minut o'tganda qaytib keldi. Qo'lida jo'ngi dorisi bor. 9dan 10 minut o'tganda jidal boshlandi. Ayolning to'g'ri katiga solaman degan gapi anglandi. Keyingi gapi anglanmadi. U rost anglaydi ekanda. Yana qarab beqma, texim muhim gaplar bormikin? Qarab beqma. Yo'q-ku deyman. Agar bo'ladigan bo'lsa, Makuy burilib kelib bizni avar qiladi. Makuy rostilla itilib ketsa, ma xonim bechora bo'lib qolg'idek. Chiv xo'jayinni o'ylab beqma. Tilidanmi ayrildi? Hey, siz doim Luchoshan bilan punkt boshlig'ining hilisi ko'p deytdingiz. Menimcha ular bak o'tgan. Makuyni bizning odamimiz deganini qarang. Xatolashdingiz. Bu ularning hiylagarligi, tadbirsizligi emas. Muhimi, ular Makuyning kommunist ishkanligiga ishonishni xohlaydi. Chunki Makuy punkt boshlig'ining pora og'irligini bilib qilib, uni tekshirib o'tadi. Luchoshanga kelsak, uning muavin punkt boshlig'i bo'lg'isi bor. Makuy uning bilan talishidi. Şoňa ular Makuyni o'limga mahkum qilish kerak. Men mushu yo'chiqdan foydalandim. Tushundingizmi? Bumi ko'rash, shundaqmi? Shundaq. Hey, yilqi zo'lan, nemishqi Makuyga xat berdi. Sizlar ya maslahatlashmagan tursanglar. Dana nima uchun? 63-63-78-53 Bugün yo'qo'si kerak. Uxlaylik. Zolanning hozirgi kayfiyati qandoqdir? Yuizachinga ayonki, u o'zining bir ayol bilan xotindak birga turganini ko'rsa, cho'qim qattiq azoblanadi. Texmo ichinishlig'i u bu hissiyatni ifodalab, ichini bo'shitib, o'ziga tasalli berishga amalsiz edi. Yuizachin Zolanning qalbining qanchalik azoblanayotganini his qiladi. Vay. Ha, boshliq. Ma'qul. Boshliqdan yana kiramsiz. Shundaq jiddiy ish o'xshaydi. Men kiraman. Nima shopdi? Makuy qechib ketibdi. Qechib ketibdi? Yalash guruhining boshlig'ining aytishicha, Makuy poyezddan sakirganda uningga 3 pay o'q etibdi. Makuyga az deganda 1 pay o'q tegibdi. U Makuyni qasdan qo'yib yotmagandi. Mumkin emas. Hammasi men avatgan odamlar. Makuy bilan adovati bor. Ular Makuyni qo'yib yotmas. Ha, bo'ldi. Bu gaplarni qo'yib turaylik. Oxiri aniqlandi. Sizlar faraz qilib yiqinglar. Makuy qechib qayerga bor? Oshkorlanib qolgan ekan jazman kompartiyaning tavalligiga berib o'z tashkilini topadi. U balkim Xanko'ga berishi mumkin. U uning yurti. O yo'shidan qaytib kelib qolarmi? Qaytib kelarmi? Mumkin emas. Bu yerda uni taniydiganlar shuncha ko'p tursa. Siz uning qanday odam ekanligini tahlil qilib beqing. Uyiga kelib ayolini ep ketami? U bizdan o'chib qolarmi? Buni ko'nglim tuyib turdi. Rost, buningda mahazar aylash kerak. Biroq mening his qilishimcha, uning kompartiyaning tavalligiga berish mumkinchiligi eng cho'ng.
O'ylab beqing. O'lmay cho'qqisi degan to'kibkor tursa, qaytib olsa cho'qim mukofotlandi. to'g'ri. Makuyning o'yini qattiq nazorat qilib, uning xotining harakatiga diqqat qilinglar. Xo'p. Biroz izimga tushmagandir. Buncha jiddiylashib ketmang. Bu yerga jandarma atirdi. Sizlar odamlar kiramaydi. Men bu yerda bir necha kun turib qolaman. Malol ko'mazsan. O'z vaqtida sizlar shafoatingiz bo'lmasa, men bugun kuniga erishamaydim. Tust qilmang. Qoralchi. Bu qoralni nega anga oldirgan? Qar tapancha. Yanchuchlarni ilib olgan. Siz kimni o'ldirmoqchi? Men bir ayol ko'mnisini o'ldirman. O menga bek alam qildi. Bugundan e'tiboran Juntong bu dunyo bilan xo'shlashdi. Ve Yanjang bu o'rinning ismini maxfiy ishlar idorasi deb o'zgartdi. Maxfiy ishlar idorasi ku. Shundoq, maxfiy ishlar idorasi. Maxfiy ishlar idorasi. Maxfiy ishlar idorasi anglashqa yanala Juntongdek hayvatlik bilinmaydi ekan. Harakat atritining boshlig'i yo'q bo'lib qoldi. Lomudir, siz ishlab turing. Xo'p. Yuqoridan yangi atratning boshlig'ining nomzodini o'ylashyapti. Bizcha. Bundaq ish. Nomimiz o'zgargandan keyin bizning shtatimiz, rasxotimiz, sonimizning hammasi qisqardi. Bosh shtabning talabi bo'yicha punktimizda 25 shtat qisqarish kerak. Har qaysinglar qaytgandan keyin qo'l ostinglardagilarga yetkazinglar. O'zligidan ketishni xohlaydiganlar bor ekan. Ketganlarning bordig'i yermi yomon emas. Saqchi darsi, qutquzuv sho'ba mahkamasi, Nanjang ofitserlar bosh atirtiga bordi. Qisqasi, ketganmi yaxshi. Boya ularning sizga qanday nazarda qaraganligini ko'rdingizmi? Hech kimning ketkisi yo'q ekanda. Rostini aytsam, ularning talatidan o'zimizning simosini ko'rib olib bo'ladi. Bu nima deganingiz? Bizning nazarimizda ular arzimas odamlar. Davlat mudofaa ministrligining nazarida bizmi arzimas odamlar. Bu kun hammamizning beshiga keladi. Bek umidsizlanib ketyapsiz-ku deyman. Men nemishqa yuzimni qalin qilib, mo'lenchingni qaqt so'qti qildim. Miltiqni tashlab ketmanni qo'lga oladigan kun hamon keladi. Keyligim uchun yo'l tuzlab qo'yay dedi. Gapning satragini qilsa, shu kichikina imtiyozni demasa, amaldor bo'lishni kim xohlaydi? Ishonamanki, Jingjimen Mavrun Fenglarmi mushunda qo'ylaydi. Bugun sizga nim bo'ldi? Bu jonning tegiga yetib bo'lgandakli qilasiz-ku. Irodani urg'utib, dohini qo'g'daymiz degan 8 xatni men to'p-to'g'ri 15 yil tadqiq qildim. Qayta gullantirish jamiyatidan hozirgacha. Qanday natijaga erishdingiz? Erishgan natijam odam o'zi uchun qayg'urmasa yer yutadi. Bek tushkunlashib ketdingizmi qanday? Uy mudir. Ko'chyapsiz? Qaytadigan bo'ldi. Qaytadigan bo'lsangiz, bunchalar jiq narsalarni epnim qilasiz. Kashimni to'g'rilaydigan bo'ldim. Qisqartildi. Hammani qilgan Makuy degan ishning kuchiga uning orqasiga kirib meni nasib bosdi.
Mana keldim. Hammanglar ko'rib yiqinglar. Ha, ko'rib yiqinglar. 04-23-10-66 chaqiriq tugidi. Bu tekçisi pat yaqında Tianjinga qaytadi. Tayyorlaning. Sizning maxfiy nomingiz dengizga o'zgardi. 3 kun ichida birsi siz bilan aloqalashadi. Alohida belga Ju oilasi tabarruki. Bek charchab ketdingizmi? Ancha emas. So'ypang. Makuy qechib ketibdi. Nega yo'shirib olganligi noma'lum. Ehtiyot qiling. Menga hech ish bo'lmaydi. O'zingiz ehtiyot qiling. Ehtiyot qilaman. Beshingiz og'riyotamda. Necha kunning yog'i toza obdan aram olamadi. Men tutib qo'yay. Ostroq. Endi bo'ldimi? Bo'ldi. Biroz to'xtadimi? Xeyli to'xtadi. Qo'lingiz ajab kuchlikkina. Men sizga gumpa mashq qilgan degan-ku. O'ylab boqay. Bildim. To'xtab turing, ha? Qarang. Nima qilasiz? Ozroq qon chiqarmasam rahatlanib qolasiz. Jim turing, ha? Tengib qo'yay. Yo'q, so'pang hojat yo'q. Rostlayapman, hojat yo'q. Medirlamay jim turing. Yilila saqaysiz. Og'rimaydi. Yo'q, so'pang. Men xeyli yaxshi bo'lib qoldim. Sizga desam, bundaq safaradin bo'lgan bosh og'rig'iga mush amal shifo bo'ladi. So'pang, men Jim turing, jim turing. Siz nimandaq gap anglamaysiz? Siz og'rib qolibsiz. Meni nimandaq yot ko'rsiz? Ozroq qon chiqarmasam saqayib qolasiz. bo'ptimsa. Men xato qildim. Yana sizga vaqirabdiman. Beshingiz yana og'riyotamdi. To'xtab qoldi. Rasma? Ha? Foydasi bormi ekan? Boy unmay turib oldingiz texi. Ko'nglingizda bir ish bormi nima? Ozroq. Daviddan, ha? Yan andiki hiliq ish bilan Tianjinga kelishi mumkin. Nimaga keladi ekan? Makuyning o'rniga kelamdikan. Hay, uning xotini bormi ekan? Uqmayman. Men hech nimaga yordamlashamaydi ekanman. Ha? Men partiyaga kirgandan keyin badal pulni topshirsam bo'la? Bo'ladi. Unda hozir sizga topshiray. Menga? Bu degan rasmiy xizmat. Bo'ladi. Qancha pul topshirasiz? Guruh boshlig'i bo'lgandan keyin siz bekiting. Ras, men bekitishim kerak. Tamoq yang. Tunugin akşam siz joyladingiz. Rasmo. Nima dedim?
Choyni yo'ldosh kanonga topshirib bering dedingiz. Rostmi? Bu siz aytib bergan yilqi hikoya emasmi? Bu hikoya emas. Qonliq kechirmish. Men nima deb bundaq jo'ylagandiman? Diqqat qiling. Baxatarlik. Tush ko'rganda bu insonga rioya qilish kerak. Tamam, xeyli. Tonish bilinglar. Bu yoq yo'lvos uvisiga kirgan bu taksi Liya. Axborot bo'lim mudiri Lu Chaoshan. Men bilaman. Lu mudir Nanchang tekshirish bo'limidagi chaqda toza kelishgan yigit edi. Nima degini? Shundaqdimi inim bu taksidak dandar emasdami? Quruq ataqdan xijilman. Men uy mudiri bilan savoddosh edim. Faqat shu sinfimizga o'xshamaydi. U telegraf sinfida edi, men harakat sinfida edim. U yaxshi turganda? Yaxshi. Bu turalg'usida sizni kutib o'tadi. Hash-pashtigacha 10 yil o'tib ketibdi. Mo'sha Cho'ngchang markaziy ommaviy maktabning muallimi Yuzichang bilan yurgan. Keyin Yan'anga borgan. Buningdan xabarim bor. Yuzichang o'zligidan iqror qilgan. Ular nima sababdan ayrilib ketibdi ekan? Noma'lum. Men Yan'anga uningdan burun borgan. Oldingi kuni men bosh shtabning xotirasini aqtirib baqdim. U Yan'anga manganda Yuzichang Nanjingda maxfiy vazifa ijro qilayotgan ekan. Li Xayfonni qatl qilish. To'g'ri. Tahlilingizcha, o ikkisi yurgan chaqda u ayol Yuzichangning salohiyatini biladigan bo'g'iydi. Bilmaslik mumkin. Sirtda vazifadaydiganlarning salohiyati maxfiy bo'ladi. Sirtqa nisbatan ayrim salohiyati bo'ladi. Yuzichang u chaqda bir harbiy sanoat shirkatining injeneri edi. Allaqachon bilib bo'lgan bo'lishi mumkin. Uning bilan muhabbatlashdagi maqsadimi uni yuz o'rishga undash bo'lishi mumkin. Maqsadi amalga oshmagandan keyin ayrilib ketgan. Mumkin. Yuzichang demidimi? Dedi. Biroq hech qanday gumonliq nuqta sezilmadi. Men uningga xeyli ishonaman. Punkt boshlig'i. Ishinish deganning cheki bo'ladi, Juma. Siz qanday qilay deysiz? Biz Zolan bilan uy mudir orasida ozroq pamishlasa qanday bo'lar? Hozir jamoat fikri hadislar bizni tinchlik suhbatiga buzg'unchilik soldi deb ayblab, ommani kuch kiritib majra to'ldiryapti. Biz tashabbuskorlik bilan hujum qilsak nima ish bo'lmaydi? Yan ashunda qilib tashabbuskorlikni egallayapti. Qanday tashabbuskorlik bilan hujumga o'tamiz? Men yana shu Zolanni demoqchi. U askariy yarashtirish vakili. Agar u yer osti buzg'unchilik harakati bilan shug'ullanib, bizga tutilib qolsa, yuqori jazman intoyin xush bo'ladi. Bu degan ularning askariy yarashtirishga buzg'unchilik selib, surkilish paydo qilganligining po'latdak paketida. Yaxshi tasavvur. Sizda siyosiyni tushunadigan kalla bor ekan. Bu plan maktab saynasi va xabiy musafir murojaat umiga degan planlardan xeyli yaxshi ekan. Konkret loyihangizchi? Hech qancha o'zgarmabsiz. Biroz judabsiz shu. Burunqida qip-qizil paqirab turmaysiz. Bu bir yilning yoqi yana endi mening nima yeyotganligimni bilamsiz. Judamay qolamdim. Leya qaytib kelgandan keyin harakat atratining boshlig'i bo'ladi. Yuqorining g'arzi shu. Yaxshi-ku. Intayin muvofiq bo'pti. Uy mudir, ko'proq yordam berasiz. Tuzdiqman. Liya, bak tuzdiqib ketdingiz. Leya atrat boshlig'i Yumidir Tianjin punktning atisi uchun ko'taraylik. Xo'sh. Zacha. Sizning kompartiyaning heliq ayol vakili bilan bo'lgan ishlaringiz maxfiyatlik bo'lmay qoldi. Hammamizning ko'ngliga ayon. Sizmi bilib bo'ldingizmi? Men yana andiki chaqdilla bilib bo'lgan. Achab to'g'ri kelib qoldi-ya. Boshliq. Ushtim tut bu gapni so'rab qoldingiz-ku. Bir ish to'g'riliq. Sizning xiyolingizni anglab boqay deyman. Ayting. Boshliq,
Sizlar muhim ish ustida so'zlashsanglar, men chiqib turay. Ay, yo'q. O'z odam bo'lgandan keyin daxlisi bo'lmas boshlar. Ha, daxlisi yo'q. O'tiring. Billa ana. Undaq bo'lsa, ugun olayamsa. Ha. Zisha. Siz kommunistlarning heliq ayol vakili bilan maxfiy uchrashib, uningga xizmat ishlab, uni asila qildirsangiz bo'larmikin? Bu uni sinab beqish edi. Yuizoching buning Liya ko'rsatgan aql ekanligini darhol tushundi. Boya boshliq eg'iz echishig'ila Liya sizlar muhim ish ustida so'zlashsizlar deb chiqib ketmoqchi bo'ldi. Tex so'zlashmay turib muhim ish ekanligini qandoq biladi? Bu odam xavfli. Hazır eyleş gerek. Buningda chatoq yo'q. Biroq sevatga suag'anda kish bo'larmikin deyman. U koni mehr muhabbatga ozroqmi tortishmasmi? Koni muhabbat. Kallasi e'tiqodga to'shib ketgan odamning koni muhabbat, yangi muhabbat degan bilan nima kari? Sinab ko'ring. Askari yarashtirish oxirlashay deb qoldi. Ular ketib qolsa, fursat bo'lmaydi. Ma'qul. Eng zo'r tirishchilik ko'rsatay. So'lan. Ata asli xotirasini Amerika armiya vakiliga olib Ma'qul. bering. Bizning umidimiz chekinsa, bepantrab xizmatni davomlashtiraverdi. Ular sizni yo'tkab opirishi mumkin. Bilaman. Uqtirishni kutaman. Yaxshi. Mushu 2-3 kun ishchilik qilib qola. Haras. Ko'ydiradigan hujjatlarni yana bir qitim qayta tekshirib yiqing. Oxirgi xizmatlar nihoyat chekish, inchik ishlar. Xotirjam bo'ling. Cho'qim yaxshi ishlayman. Ma'qul. Bepani ko'rishaylik. Bepingni ko'rishaylik. Endi yaxshi bo'ldi. Yo'lingiz ochiq ekan. Hay, super. Nemishqa bolalik bo'lmaysizlar. Nim bo'ldi ekan tang? Bo'yimni qammayotadi-ku. Men bir doktorni taniyman. Maxsus mushundaq kasalni davolaydi. Bo'lmasa sizni operay ko'rinib boqamsiz. Ha, rasmiy acha. O'tganda mahjong o'ynaganda men ma xonimga ozroq qarzlar bo'lib qolgan edim. Opirib bersam qandaq bo'la? U ras kommunistmidi? Undaq emas. Qarang uning nozik holiga. Odatda uning bilan xushim yo'q edi. Necha kun ko'mayla sig'inib qelyaptiman texi. Qarang bu Makuy degan o'lmaydiganni. Nima po'q yeb yuraydi? U Shanxay kassi bo'lmamdi. Bu yer turib nemish qiladi? Makuyni qiltaqqa tushiramiz deb ketkili qo'ymayotidi. U bek bechora ekan. Shunidan ras bechora. Hey, bo'lmasa biz berib uni yo'qlab kelamdik-ya. Yo'qlab kelamdik. Beshimizga bola terib olmaylik. Voyjon, nima bola terlatdi? Shorpishani ayol qo'shu. Yuring, mangayli. Hozirla boramdik. Hey, to'xtating. Voy, bu nima ish? Cho'qim xizmat ishi. Makuyning xabarini elayotgan o'xshaydi. Biz bir oz turib turaylik, ha? Ha. U qilsa o'ziga qiladi. Men degan yaxshi oilaning bolasi. Ha, bilaman. Siz meni Shanxayga ketkili qo'ying. Men o'zim yolg'iz bu yerda bek qiynalib qoladi ekanman. Ma'qul. Siz hozirla Shanxayga qaytsangiz bo'ladi. Biz de sizga ozroq pul beramiz. Rasmi? Ras. Biroq siz cho'qim bir ishda menga yordam berishingiz kerak. Doklad! Mumkin emas. U eshik oldida. Uni boshlab kiring. Xo'p.
Xush kelibsiz. Marhamat. Zovakka. Tinchlikmi? Bugun biz ziyorat o'rinlashtirmagan edik-ku. Shundoq bo'lsa-mu, heliqi. Marhamat. Siz ishingizga chiqavering. Ma'qul. Siz qandoq bo'lib? Bugun siz bilan ochiq-oshkor ko'rsam bo'ladi. Nima ish chiqdi? Bu tekchisi Tianjin punktiga kelib Makuyning o'rniga chiqdi. U kelibli bir shum aql ko'rsatib, menga sizni asiylikqa undatmoqchi bo'pti. Ular ikkimizning burunqi munosabatimizni biladi emasmi? Sizga xavf yetib qolarmi? Undaq bo'lmaydi. Men ularga oldin sizni qo'lga keltirmak intayin qiyin deb qo'ydim. Mush fursatdan foydalanib siz bilan ko'rishib olsam, yaxshi emasmi? Bu bir qiltaq emas-ku. Voy, Boshliq, so'zlang. u kirib ketdi. Tinchlikmi? To'g'ri, mush shu. Zovakil tinchlikmi? Men Almay cho'qqisi yo'ldosh Makuyning ayoli. Hozir Pyotch Tianjinda. Siz kim? Xapo'may yana birdan-a? Men yo'ldosh Makuyning ayoli Cho'gindi. Men Tianjinda. Siz yo'ldosh Makuyning ayoli ekansiz-da. Tinchlikmi yo'ldosh? Yo'ldosh tinchlikmi? Yo'ldosh Makuy bizning yaxshi yo'ldoshimiz. Sizning Ham bir gapingiz bormidi? Bugun men uyda ba'zi muhim narsalarni bayqab sizga topshirib beray degan edim. Siz bilan Qanday ko'rishni bilmadim. yo'ldosh mundaq ish. Bizning o'z intizomimiz bor. Siz bilan ko'rishamayman. Mundaq bo'lsin. Hozircha siz u narsalarni saqlab qo'ying. Keyin bizning yo'ldoshlarimiz siz bilan aloqalashadi. Haras, yaqinning yoqi turmushingiz qandaqroq? qadr ahvol. Makuy o'lgandan keyin mening turmushimmi? Yo'ldosh. Yo'ldosh Makuy qurbon bo'lmadi. Uning nadaligini sizga bu telefonda deyish to'lima apsiz. O'ti hayotmi? Men uning bilan bir ko'rishay. Uning nadaligini so'rang. Uning nada ishganligini men aytib beramsiz. Hozir aytib beramayman. Chunki telefonimizni dushmanlar maxfiy anglayotgan bo'lishi mumkin. U yo'ldosh Makuy uchun intayin xavfli. Tushundingizmi? Ma'qul. Men tushundim. Biroq siz bilan bir Ko'rishkim bor edi. Bo'lmaydi. Biz ko'rsak bo'lmaydi. Nayta qisqa vaqt ketadi. Men o narsani Sizga topshirib bersammi bo'ldi? Bek muhim edi. Partiyanglarning 3 kishilik guruhisining Shivan Xodiyanga berishi, birsining Jo Illayni qatl qilmoqchi bo'lgani, yana Baychungshinning Beypingda oshgan jang qilish yig'inining mazmuni urush bo'ladi degandek. Ya'ni-chu. Baychiq, sizga qanday topshirib beraman? Kechiring. Biz ko'rishsak bo'lmaydi. Biz va yo'ldosh Makuy hammamiz sizga omonlik tilaymiz. Xo'sh. U qo'yibdi. Ko'rishmayman deydi. Yo'ldosh Makuy. Bu gap pek yiqimli anglandimi? Bu liya qurgan qiltaq. Nima ish qilib uni qiltaq deysiz? Meni Makuyning ayoli bilan ko'rishtirsa, ular nimaga erisha? Liya intayin hiligar.
uning nima g'arzi borligi haqida bir nim deyamayman. Biroq hargiz berishib bo'lmaydi. Miyacha. Yaxshi. Ajab uzoq yo'qib ketdi. Toza advini bermisan bu buzuqning. Kim o? To'xta sen-de. Bu yüz qilin. Haqning erini ozduribsan. Ben onda qilmadim. Men uval bo'ldi. Unda ish yo'q. Yo'q deysan o'taqa. Biz ko'ramiz yo'q. Avval bo'ldimi deysan. Ojangiz sendimi bekrak avval bo'ldi. Oyjon. Nega qo'shqina? Hey, qochsan. Ish qilib meni urishma. To'xta. Geç. Oyjon. Ham bo'lsam. Qochma. Oyi. Qochqini buzuq. Nega qochsan? Toza advini bermaydigan bo'lsam. Nima ish qilib meni ursiz? Buzuq. Oyjon. Qilin. Meni xato tushunib qolibsiz. Buzuq, seni o'ldiratmaydigan bo'lsam. Meni o'ldirmoqchiman. Nega qochmoqchisan, ha? Hech boqqa. Seni urib o'ldirib etaman. Oyi. Yana hech boqqa. Qocha. Meni xato tushunib qolibsiz. Seni urib o'ldirib etmaydigan bo'lsam. Oyi. Manamsa. Qo'ya. Oyi. Punkt boshlig'i menga telefon bergizdi. Shu meni xizmat ko'zli gunoyingni shu deydi. Telefon? Nima telefon? Ular menga yiliqi 8-armiyaning ayol vakiliga telefon berib, men Makuy uyga yoshirib qo'ygan muhim hujjatni tepib oldim. Siz bilan ko'rishatdim dang dedi. Ular uni tutmoqchi ekan. Men uval bo'ldi. Menga rost uval bo'ldi. Men ular uchun ish qilgan tursam, sizlar mendek bir ojiz mazlumga mushunday qilamsizlar. Men pat arada qaytib ketaman. Nega borsiz? Tushundim. Deyishga bo'lmaydi. Siz nemishqa heliq kuni men bilan birga bo'lgan heliq ayolni so'rmaysiz. So'rsam bo'lmaydi. Eng yaxshisi siz menga demang. Siz hammani bilasiz. Men hech nima bilmayman. Bilsam bo'lmaydi. Men faqat sizning yakka yegani kurash qilayotganligingizni bilaman. Qaraganda o'tgandagi bog'lashishimizda men utirib qo'ygan o'xshayman. Nimaga bog'lashgan edik? Yaponga qarshi urushdan keyin urush bo'lamdi, tinchlikmi deganda. Siz men bilan qo'l bog'lashib, qachon o'tib boqqandingiz? Mening bu yo'lni tanlashim tamoman siz uchun. Shuni bilamsiz. Daslibida men uchun desak bo'ladi. Lekin hozir faqat o'xshamaydi. Siz hozir e'tiqodi bor bir jangchi bo'lib qoldingiz. Sizdagi bu o'zgarishlarni o'ylasam, ichimdan xushal bo'lib ketaman. Men So'lan. Men doim qalbimda siz bilan so'zlashaman. Men hammasini anglay olaman. Bo'libmi jimjit kechalarda. Men sizning menga siz bilan birga turg'im bor deganingizni anglayman. Men ham shundoq. Sizni quchoqlab olay.
Bu kalva. İşkanla uçuğa çıkan kalva kensile. Ben uyagi xizmat üçün bağan. Onun bilan nimiz qilattın? u kimning xiyoliga kelibdi? U xotinning uyiga o'zingiz yolg'iz kirib ketganingizni ko'rgandan keyin shu Hamaqat. Besham xotin. Nimaga olaysiz? Boshliq, men keldim. Ha, Ha? Sizmi bu yerda turibsiz-ku? sizdan qaytib kelib hisob olaman. Bir ish yuz berdimi? Ha, yürü. İşçi kirib paranlaşaylik. Ular uni tutmoqchi. Shundaqmi? Ma eski xotinni. Men hozir chiqib uning ayolini beraman. Bo'ldi. Xotin kishi degan shu tursa, boya ularni burmunchi tiladi. Siz o yoqdagi ishlarni so'zlab beqing. Men uningga shuncha ko'yinib nasihat qildim. Orqa tiriga noit kuchli bir og'inamga uning talantining yarab qolganini, agar bu og'inam uchun xizmat qilishga qo'shilsa, uni Amerikaga o'qishga, Yevropaga sayohatga avatadiganini, qog'oz pul emas, tamoman cho'k oltin berilganligini aytdim. Foydasi bo'lmadi. U mening muxbirligimga faqatla ishonmadi. O sizni kim deydi ekan? Maxfiyatlik idorasi yolg'on muxbir, yalaqchi deydi. Yana nima deydi? Diplomatik atalg'ular. Gomindan bilan kompartiya bir oila, kimga ishlasam o'xshash deydi. Ha. O'tgan ishlar to'g'riliq muhdashdinglarmi? Nemani mungdishimiz? Sizningmi kommunist bo'lib kelishingizni faqatla o'ylamabdiman desam, u nima deydi demamsiz? Siz Makuy bilan Luzon Fangningmi kommunist ekanligini o'ylamagan deyman deydi. Keyinchi. Keyin ishqilib hammasi mushundaq gaplar. Mush gaplarni qilishdinglarmi? Ha? Orada bir telefon keldi. Nima telefon ekan? Punkt boshlig'ining bu harakati to'satdan Yuizochingni eskartdi. Shu an u o'zining nihoyatda og'ir bir xatolik o'tkazganini tunib yetdi. Nima uchun Maxonimning telefoni dal oshu paytda keldi? Punkt boshlig'i oshu vaqtda uning Zolanning yanida ekanligini bilmay qolmaydi. Zolan telefonda necha qitim yo'ldosh Makuy deb tilga oldi. 8-armiyaning bir suhbat vakili o'zini osiylikqa undab kelgan odamning oldida bundoq demaydi. Yuizoching ketishi bilanla Zolanmi darhol bu nuqtani o'ylab yetdi. Maxonimning telefoni nemishqa mushu vaqtda keldi. Yuizochingni dushmanlar avatgan. U telefonni dushmanlar planlagan. Yuizoching hamma gapni anglamamdi. U Yuizochingdek ishpiyonning oldida ochiq oshkor holda o'z yo'ldoshining ayoli bilan so'zlashsa qanday bo'ladi? Bu haqiqatan jonga taqishadigan xatolik. Bir sirliq telefon. Ish qilib u telefon olganda bir oz jiddiylashdi. Telefonda nima deyishdi? U siz kim? To'g'ri, yana bir danga dedi. Keyinchi. Ondan keyin u turibgina qo'li bilan to'silib meni boshqa uyga chiqarib atdi. Boshqa uyga? Ha, U bakla sezgurmi ekan? suhbat vakili emasmi? Ammo berilgan telefonni cho'qim surishtirib topqali bo'ladi. Tekshirimiz. Cho'qim tekshirimiz. Ha. Siz oldi bilan ishkanlarning suhbatining mazmunini yezib chiqing. Ma'qul. Zolan Yuizochingning telefon haqida qanday so'z yo'rg'alatganini bilmaydi. Biroq dushmanlarning Yuizochingga bo'lgan gumonini yo'q chiqaradigan bir amal bor edi. U Maxonim bilan ko'rishishga ma'qul bo'lish. Dushmanlarga ayonki Yuizochingning uning bilan boshqacha munosabati bo'lsa, hamda telefonning mazmunini bilgan bo'lsa, uni Maxonim bilan ko'rishishdan cho'qim to'satdi. Agar u Maxonim bilan ko'rishishga butsa, dushmanlar Yuizochingning telefonni anglamaganligiga va uning bilan hech qanday alohida munosabatining yo'qligiga ishonadi. Voy. Eng oxir kelgan telefonning nomeri qancha? Boshliq, Zolan Makuyning xotiniga telefon berib, oqshomliq ko'rishga bitishdi. Tutamdiq.